Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Barchangizga tashakkur bildirgan holatda navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bu videomizda sizlar bilan birgalikda Xudo xolasa, misol uchun aytaylik, biz biror nishaga qiziqdik. U nisha haqida, u nisha yaxshimi, o'sha nisha bilan ishlasak natija qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Mana shuni nima qilishimiz kerak? Tahlil qilishni ko'rib o'tishimiz kerak. Ko'pchilik so'raydi, mana shu nisha yaxshimi deydi, silkasini tashlaydi. Misol uchun, juda ham ko'pchilik o'ziga yaxshi nisha tanlashni o'sha bilmaydi va o'sha tanlash jarayonida nimalarga e'tibor berish kerakligini ikkilanib qoladi. Aynan mana shu savollarga javob topish uchun bitta video darslik qilishga nima deydi, vaqt ajratdik. Xudo xolasa, chiroyli qilib tushuntirib, boshidan oxirigacha ko'rsatib beraman. Albatta hozir juda ham ko'payib ketdi. YouTubedan uni qiling, buni qiling deydigan insonlar juda ko'pchiligi yolg'on gapiryapti. Albatta bularni nima deydi? Mana shunday yolg'onlardan chekkada qolish uchun, to'g'ri yo'lda borish uchun albatta biz to'g'ri yo'lni bilishimiz kerak. Istalgan bitta nishani sizga reklama qilayotgan bo'lsa, o'sha nisha haqida qanday tahlil qilish kerak? Shu nisha yaxshimi? Natija qilsa bo'ladimi? Aynan mana shu savollarga javob topamiz bugungi videomizda, Xudo xolasa. Aytaylik, bizga misol uchun mana shu nishani aytaylik. Mana bitta nisha, 3-4 ta nishani ko'ramiz. Misol uchun mana shu nisha bo'lishi mumkin. Keyin yana qaysi nisha? Mana bu nima ekan? Tak. Mana aytaylik, mana shu nisha. Keyin mana bu gaming ekan, mana misol uchun. Keyin mana bu tung sahur degan yaqinda bu anu bo'ldi. Rekomendatsiyaga chiqdi. Buni men qilishni tavsiya qilmayman. Yaxshi emas, to'g'risi. Keyin boshqa bir yaxshiroq yana bitta nisha topaylik. Tak, Scary Teacher, 3D Shrine, mana bu kichkina o'yinlar bo'yicha ekan. Mana bunimiz nima ekan? Avatar Save Godzilla from Zombie Megalon. Yo'q emas, mana bu tak, mana bu qo'rqinchli anuva. Granny, Blue Multi Daily Card Jet, Robot Action deyapti. Tak, Horror Game. Bitta bir yaxshiroq nisha topsak zo'r bo'ladi. Spider-Man Horse Racing. Mana shuni olaylik mayli. Mana shu GTA 5 ekan mana. Mana shu nishalar haqida nima qilamiz? Tahlil olib boramiz. Tak, mana bu keyingi yo'nalishimiz. Bu keyingi yo'nalishimiz. Mana shu 3 ta yo'nalish bo'yicha biz tahlil qilishimiz kerak. Qani natijalar mana bu yo'nalishlarda qanday? Eng birinchi mana bu yerda bizda nima bor? Eng asosiy buni ushlab oladiganimiz mana bu nomi bor. Remcar Gazing Car Android Gameplay mayli, mana shu. Android Gameplay degani bu telefonda o'ynaladigan o'yinlar degan ma'noda. Our Review, mana buni bir ko'ramiz. Qanday o'sish qanaqa bo'lyapti? Mana viewslar, subscribers, mana bu kanalniki bo'yicha ketyapti. Mana o'sha nima qilgan? Juda ham yaxshi o'sish boshlangan. Mana bu yerda 23-yildan boshlab 25-yilgacha nima qilyapti? O'sib kelyapti har doim. Bu o'sha kanalning nimasi? O'rtacha bahosi nima? 65 ekan, 100 dan 65, yomon emas. Taglarni ko'ramiz, video taglari ham yomon emas, ancha yozilgan, joyiga solingan. Endi xuddi mana shu nomni olib turib, misol uchun mana bu yerda yoki bo'lmasa kanalni o'zini kirib turamizda, kanalning silkasi bor mana bu yerda kirgandan keyin mana shuni tak, mana bu yerda bizda nima bor? YouTube Large bor. Mana shu yerda nima qilsak bo'ladi? Buni tashlab birmuncha ma'lumotlarni ko'rib o'tsak bo'ladi. Так, выберите инструмент deyapti. Проверка монетизация, kalkulyator доходов, просмотр данных, ekstrakt tegov, mana hamma narsa bor. Bu yerda eng birinchi проверка monetizatsiyani ko'ramiz va poyistni bosamiz. Tak, mana shu kanalimiz haqida monetizatsiyasi bormi, yo'qmi ko'rib olamiz. Tak, bu tahlil qilishlar. Albatta. Tak. Ozgina kutamiz mana. Kanalimiz monetizatsiyaga ulangan ekan. Mana bu yerda kategoriyalar bo'yicha ko'rsatyapti. Kategoriyasi gaming yo'nalishida ekan. Mana qachon ochilgan,
status podlinnosti проверенный 70%, misol uchun. Reklama aktivna degani bu pul kelib turibdi degani bo'ladi. Место нахождения Indiya, Hindistonning kanali ekan. Statistika и доходы. Ya'ni nima deymiz? Channel lifetime earnings $5829 ko'rsatyapti. Оказание доходы. Ya'ni dohodlar ozgina kamaygan, lekin yomon emas. Mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi, misol uchun. Mana ko'rib borsak bo'ladi, mana. Qancha ishlayapti, misol uchun-da. Ежемесячно deganimizni. Tak. Bu прошлом месяц. O'tgan oyda dohodlar. Mana число ko'rsatyapti, mana. Число ko'rsangiz, mana shu yerdan bemalol tahlil qilsa bo'ladi, mana. AdSense общий доход, годовой доход hammasini realniy nima qiladi? Ko'rsatadi. Buniki kam ko'rsatyapti, albatta kam ekan, anosi puli. Endi xuddi shu anoni nimada ko'rsak bo'ladi? Social Blade'da ko'rsak bo'ladi. Social Blade sal aldaydi, bunga ishonmaslik kerak. Birmuncha aldab qo'yadi. Tak, Social Blade'ga endi kanal nomini berishimiz kerak. Tak, mana bu Gaming AAD degan nomni bu so'rayapti bizdan. Tak, mana shu kanal, mana shuni haqida bizga nima beradi endi? Fikrlar beradi. Mana buni ko'rayotgan bo'lsangiz, ancha ko'p ko'rsatyapti, lekin bu yerda YouTube'larda ancha realniga yaqinroq ko'rsatayotgan edi. Social Blade ko'pincha aldaydi. Social Blade asosan mana bu ko'rishlarni, o'shalarni ko'rsa bo'ladi. Mana statistikalarni to'g'ri chiqaradi. Pul borasida aldaydi. Chunki pulni kanalning kategoriyasiga qaraydi, prosmotrga qaraydi, sraz bo'lib qo'yaveradi eng yaxshi bahoda. Albatta bu nima qiladi? Aldaydi. Mana kanal ozgina pastga tushyapti. Demak, mana shu gaming yo'nalishida nima ishlash yaxshi emas degan xulosaga kelsak bo'ladi. Endi to'g'ri, mana bu kanalni oldik. Bitta misol uchun videosini olamizda, mana bir kun oldin qo'yilgan video. Xuddi shu nomda boshqa videolarni ko'rish kerak mana. Olinadi, misol uchun YouTube'ga qo'yasiz. Enterni bosasiz. Mana bu yerda filtr bor. Filtrni bosganingizdan keyin za этот месяц bor. Mana bosiladi. Ya'ni mana shu oyda, oxirgi oyda. Keyin ko'ramiz mana. 7 kun oldin 5 prosmotr, 5 kun oldin 513 prosmotr, 9 kun oldin 61 prosmotrmi? Demak, mana shu yo'nalish yaxshi emas degan xulosaga kelaman 100%. Chunki prosmotrlar juda o'lgan. Bu yo'nalish o'z-o'zidan nima demak? Yaxshi emas yo'nalishlardan qatoriga kiryapti. Demak, o'chiramiz, bu yo'nalish ketdi. Misol uchun mana bu yo'nalishni ko'ramiz endi. Aytaylik, kanalning o'zini birinchi anovlarni ko'raylik, ma'lumotlarini. Tak, проверка монетизация. Tak, mana bu yerda silkani tashlaymizda, bosamiz. Tak, ozgina kutamiz. Mana shunday qilib turib, istalgan bir yo'nalishni nima qilsa bo'ladi? Bemalol o'zingiz tahlil qilib, yaxshi xulosaga kelib olsangiz bo'ladi. Kanalimiz puli go'langan ekan, yo'nalishi gaming bo'lishi ekan, reklama aktivna, ya'ni pul bor. Tak, 23-yil 6-dekabrda ochilgan kanalimiz, pastga tushamiz. Tak, mana buni ko'radigan bo'lsak, statistikani Change lifetime earnings $17,800 topgan deyapti. Bu прошлом месяцni bosadigan bo'lsak, mana kunlik anolari ham chiqib keladi mana. Kunlik dohodlar $23, $31, $44 mana o'rtacha $45. O'rtacha misol uchun $30-40 kuniga topibdi ekan mana shu kanalimiz. Mana годовой доход $9,000 mana shu yerda o'rtacha ежемесячный доход $1,000 topayotgan ekan mana shu kanalimiz. Buni endi kanalimiz yaxshi ekan degan xulosaga kelamiz. Mana bu yerda o'sha kanal nomidan topib, o'sha kanalni ko'rishlarini ko'rsak bo'ladi. O'syaptimi yoki o'smayaptimi? Qanday natijalar qilyapti bu kanalimiz? Mana bu yerda ancha ko'p ko'rsatadi, bu aldaydi. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, ozgina pasayishlar bor. Tak, pasayishlar ketyapti. Mayda, fevralda o'sgan. Eng zo'r dekabrda, qishda juda ham zo'r bo'ladi. Pul topish ham yaxshi ketadi. Mart yana misol uchun yomon emas. Aprel, may уже ozgina kamaygan, mana. Kamayapti ekan. No, yomon emas. Umumiy olganda kanal ancha aktiv ekan, $1,000 o'rtacha pul topayotgan ekan. Mana bu yerda Viewstat degan anoyi ham bor bitta. Kanal nomini tashlaydigan bo'lsak, bunga ham bu ham ozgina o'zicha birmuncha anovlarni ko'rsatib beradi bizga. Ma'lumotlarni. Mana ko'rishlar, misol uchun oxirgi 28 kun bir oy ichida misol uchun o'sganligi, obunachilar o'sganligi, o'rtacha
topish daromadi 1800 dan 5000 gacha ko'rsatyapti mana. Oxirgi oyda $1100 topgan. Mana bu realniy narsalar. Mana bunda qancha ko'rilayotganligi misol uchun. Ancha buni orqasidan ham nima qilsak bo'ladi, ancha yaxshi xulosalarga kelib olsak bo'ladi. Bu ham juda ham yaxshi anov beradi, yaxshi ma'lumotlar beradi Viewstat kanali. Endi xuddi shu yo'nalishda misol uchun mana bu yerda hozir arabcha bo'lib ketdi bu nomlari. Ko'pchilik arabcha qilib qo'yapti, lekin ma'lum muddatdan keyin buni o'z nomiga yana qaytarib qo'yadi mana. Mana bunday qiladi-da. Misol uchun mana bosaylik. Bizga nomi kerak endi buni. Nomni olamizda xuddi shu nomda oxirgi oyda qanday o'zgarishlar bo'lgan, mana shuni ko'rib o'tamiz. Ko'ramizda filtrni bosamiz, этот месяцni bosamiz. Istalgan bir yo'nalishda nima xulosa qilsangiz bo'ladi mana shu anovlar bo'yicha. Tak, 13 kun oldin 1.8 million, 4 kun oldin 26 ming, 3 kun oldin 1.1 ming, 5 kun oldin 105, mana bu yangi kanal bo'lsa kerak menimcha. Mana bunda 0, 5 kun oldin 197, 22 ming, 137 ming. Demak, ancha yaxshi millionlagan prosmotorlar bor. Demak, mana shu yo'nalishda nima aktiv natija qilsa bo'ladi degan qarorga kelsak bo'ladi. Tak, mana bu Spider-Man anomimiz ham bor. Mana bu kanalni ham bir ko'raylik shu bilan. Asosiy anoga kelamiz, xudo xolasa. Tak, mana buni o'chirib yuboramiz. Mana shu yerdan o'zidan ko'rib olaveramiz. Tak. Bu ham ancha realni ko'rsatadi. Mana bularga qarab o'tirmaymiz. Tak. Ko'radigan bo'lsak, kanalimiz yomon emas. Ko'rishlar 1.8 million deyapti, ancha ideal degani bu. Obunachilar 10 mingga oshgan oxirgi oyda, 70 mingta nima deydi, qo'shildi deyapti, misol uchun mana. Pul topishi ham oxirgi oyda bir oyda $20,000 ko'rsatyapti. Juda ham katta natija. Mana o'sishlar juda ham yaxshi, mana kunlik ko'rinishlari ham juda ham zo'r. Mana kunlik doxodlari kanalimiz stabil ketyapti ekan. Mana bu yerda ozgina pasaygan, lekin mana bu yerda nima? Monthly views, oylik ko'rishlar juda ham idealni ketyapti ekan. Mana obunachilar ozgina kamaygan, lekin ko'rishlar stabil boryapti. Demak, mana shu yo'nalishda nima qilsa bo'lar ekan, demak, ishlasa, natija qilsa bo'lar ekan. Mana shunday qilib turib, istalgan bitta yo'nalishni o'zingiz tahlil qilib, keyin mana shu yo'nalish bo'yicha izlanib, kanallar ochib yurgizsangiz bo'ladi albatta. Birovni gaplariga ishonmay, boshqa bir yurmayotgan yo'nalishlarga ishonmasdan, mana shunday aktiv yo'nalishlarni topib, yaxshi natija qilishni hammaga tilab qolaman. Keyingi mana shunaqa videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.